Tuzdon o'zi bir kichkina buyumdek tuyulsa ham, oshxonada eng ko'p xizmat qiladigan mahsulotlardan hisoblanadi. Bugungi videoda sizlar bilan sifatli tuzdonlarni qanaqa tanlashni ko'rib chiqamiz. Sifatli tuzdonda birinchi o'rinda materialga ahamiyat berish kerak. Shishali, farforli tuzdonlarni tavsiya beraman. Soponlarni tavsiya bermayman. Turli xil ziravorlar ularni devorni yemirib qo'yishi mumkin, ayniqsa tuz. Bu variantda ham bemalol teylarni prozrachniy holatda qoldirganmiz va bu yerda turli xil yozuvlari bor. Yana eng muhim jihatlardan biri buni qopqog'i. U juda ham zich tarzda yopilishi kerak, chunki qopqog'i zich yopilmasa, ichidagi mahsulotni pripravalarni namlantirib qo'yishi mumkin. Aligilasda biz dizayndan tashqari ergonomikaga ham doim ahamiyat berib kelamiz. Sababi katta hajmdagi tuzdon ishlatayotganingizda mana shunaqa kengaygan, tepasi ingichkaroq bo'lishi shart, chunki qo'lga komfortli bo'ladi. Agar sizlar tekis variantli tuzdon ishlatish xohlasanglar, albatta kichkina hajmlilarni ishlatishingiz mumkin. Lekin 300 grammdan tepa 400 gram, 450 gram, 500 grammlik tuzdon ishlatayotganingizda mana shunaqa dizaynligini olishni tavsiya beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.